chust yosh markazi uchun tayyorlagan va tasdiqlangan menyu dizaynimiz. Bu esa uning pechatdan chiqqan holati. Yaxshilar ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, ranglarda juda ham katta farq bor. Asosiy sabab shundaki, ekranda ko'rsatayotgan bu yorqin dizaynimiz nur hisobiga hosil bo'lyapti. Ya'ni sababi ekranimiz bilasiz ochiq holatda bunaqa qora bo'ladi. Undan tarilayotgan RGB nurlar hisobiga biz shunday yorqin dizayn ko'ryapmiz. Pechatda bo'lsa bu ranglar bo'yoq hisobiga hosil bo'ladi. Ya'ni buni semik deyiladi. Cyan, magenta, yellow, key hisobiga. Shuning uchun dizayn qilayotganda shunga ahamiyat berish kerakki, ya'ni rang kodlarini semikda tayyorlash kerak. Mana semikda tayyorlagan holatimizda ham ranglarni ko'ryapsiz, qanchalar katta farq qilyapti. Agar dizaynimizni RGB da tayyorlaganimizda bundan ham yomonroq bo'lardi.